بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بارك مقتلlarыбыз bütün alemni yoktan var edip terbiye kılışı Allah Rabbimizga olsun. Ham yüreklerimizin turundan çıkan salavat şeriflerimiz bütün alemde rahmet etip jiberilgen Allah'ın hak elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge onun ahli beyti sahaba kiramlarına hamalarga yerge tırışkan barşa bulgan mümin musulman kardeşlerimizge de olsaydı. Hürmetli din kardeşlerim. Mine biz özümüzden ulu beyramimizni Kurban hayatını ötkərib jiberdik. Hacılar hacga bargan bolsalar indi hacdan qaytarga vakitlari jedi. Hacılarning hacdan qaytib vaqti ul bizning hijri bilan yılning oxirining oxirgi oyina tamam bo'ldi. Sahabalar qaysi oyni belgilarga deb niyatlagash qarar qilganda Muharram ayı birinci ay olsun dediler. Çünkü Zülhicce ayında hac bulan hacılar günahlarından paklanıp hacdan qaytkan ol yılının ahırı olsun dediler. Yani Zülhicce bizden hicri yılının ahırı ayı. Şunun bilen bizden tağı bir yılımız tamamlandı. Mine şu yıl tamamlanğanda, yılını tamamlanğanda her kişi fikirlerge ham uylarga tiyişli. Yıl butu bilen bizning ömrimiz degen qisqara. Hasan al-Basri rahimahullahu aytar. Ey adam balası dey, sen günlerden turasın dey. Gün bitken sayın senin ömrün degen qisqara deb aytar. Yani günler ötken sayın adnalar, aylar, yıllar ötken sayın bizning ömrimiz degen qisqara var. Bizning ömrimiz Allah bilen şuraşuga yaqinayıp bara. Kıyamet gününden Allah subhanahu wa ta'ala barşalarımızı turg'izib bastıracak, hamsırayacak. Allah'a ta'ala vaqifuhum innahum mas'ulun. Onlarni bastırağız, onlar sıralaşacak. Yevme yaqumun nasu li rabbil alamin. Ul günde kişiler Allah karşısında basacaklar dedi. Yani her birimiz Allah Rabbimiz karşısında basacakız. Hem nerseler turunda sorulaşacakız. Nindi cevaplılık bizden üstte. Kayber kişi oylay, men özüm için gina cevap berem deydi. Menim özüm için cevap berejekmin deydi. Ayyi, biz özümüz için cevap berejekmiz. Amma lakin tagı bir cevaplılık var, tagı bir so'rov var. Ulda bolsa, kim bizning qaramaklıkta buldu? Bu dünyada kimnin için biz cevap verdik? Şunun içindeki biz sorulaşacağız. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edip aytar. Peygamberimiz aytar: "Ala kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyati." Her biriniz deb aytar. Yani her bir kişi, her biriniz kütüşü deb aytar. Her biriniz kütüşü, her birimiz özünün kütüğü için özü cevap verecek. Yani her birimiz, her kişilerine tiyişli biz cevap verecekmiz. Özümüzge cevap, kimnin üstünde biz bu dünyada cevaplı, şular turunda Allah-u Teala bizden soracak. Hem misal etip Peygamberimiz aytar: "Fel-emiru ellezî halen-nâsi râ'in ve huve mes'ulun an ra'iyetihi." Kişiler üstünde bulgan jedekçi, ul dagı kütüşü deydi. Hamıl özünün kütüğü boyunca sorulaşacak deydi. Yani jedekçi kişi. İnzurdan alıp, devlet jedekçisinden alıp,
Kichkinalar uyushma, kichikroq uyushmaga xatlik. Ya'ni senin uyushmanda 2 kishi ishlaykan, sendagi yetakchi. 10 kishi ishlaykan, sendagi yetakchi. 10 kishi bo'lsa, ko'prakmi, azrakmi? Endi kishi javob beradi. Ko'prak bo'lgan sayin javoblilik zo'rroq. Shulay Peygamberimiz aytadi: "Va rajulu ra'in ala ahli baytihi." Shulay har bir kishi o'zining oilasi uchun kutuvchi deydi. Va huwa mas'ulun anhum. Hamol ular uchun javob beradi. Mana bunda ko'proq to'xtashim keladi. Oila qurgan kishilar, oila qurmagan kelish. Hali sen oila uchun javob bermaysan. Sen oila qurg'ash, семья qurg'ash, biz javob berashakmiz o'zimizning xotinlarimiz uchun. O'zimizning bolalarimiz uchun biz javob berashakmiz. Ya'ni oila quruv chinnabda Allohning bir zo'r ne'mati, lekin shu vaqtda u zo'r javoblilikda. Zo'r javoblilik kishi yengil qoraga tegish tugul. Chunki biz o'zimizning xotinlarimiz uchun javob beramiz. Agar degan ular ilmlari yo'q ekan, ilm o'rgatirga tegishlibiz. Dinni bilmaylar ekan, dinni o'rgatirga tegishlibiz. Lekin qo'y vaqtda bular ilk kishi dinga bosam, namoz o'qiy boshlaydi. Yoki kirisincha xotin namoz o'qiy boshlaydi, eri namozga bosmagan edi. U vaqtda albatta sabrlik ko'rsatirga kerak. Ham nasihat qilirga kerak. Agar degan kishi nasihat qilsa, Alloh taolaning haqqini anglatsa, onun üstünden inşallah buruş düşer. Lakin ulanı doimiy anglatib turga tegish bo'ladi. Shulay bolalarimiz uchun agar da bolalarımızga 7 yosh to'lsa, biz ularni namozga o'rgatirga tegishlibiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: agar da bolaga 7 yosh to'lsa, namoz o'qirga o'rgatigiz dedi. Bolaga ul farz tugul, atiyaniga farz. Atiyani bolani 7 yoshdan namoz o'qirga o'rgatirga tegish. Hadatlantirga tegish, tahorat olirga o'rgatirga, namozdagi qisqa suralarni, at-tahiyatni, salovatni o'rgatirga, ya'ni sahobalar aytadilar, agar da bola 20 ga haqlik soni bilsa, endi u namozning kerakli suralarini bilirga tegishli deydilar. Ya'ni bu javoblilik bola o'zi o'rganirdik tugul, ani kishi shuni javoblilik etib tanirga tegishli. Agar da o'rgatmasa, u gunohli bo'ladi. Balamizni kichkinadan namoz o'qirga o'rgatmasak, biz gunohli bo'lamiz. Shunga ko'ra bu masalaga degan e'tiborda bo'lish kerak. Anlarim, biz bolalar uchun javobli, ularning tarbiyasi uchun, ular turmushga bosqach, ular jamiyatda o'sganda, ya'ni hunarga ega bo'lirga, yoki narsadan ishlay bilirga, hunar o'rgatirga, onu da biz o'rgatirga tegishlibiz. Chunki atiyanining bo'lishi bizning qizlarimiz kelajakda xotinlar bo'lacak. Bizning mo'g'aylarimiz kelajakda erlar bo'lacak. Ularni kim tarbiyalaydi? Er etib, xotin etib, ya'ni xotin qizning ishlarini bilirga, u atiyani bo'lishi. Shulay atiyani bo'lishi hozirgi vaqtda aktual bo'lgan o'zimizning milliy tilimizni saqlaw. Milliy tilimizni saqlaw. Agar degan biz uyimizda o'zimizning Alloh taolo bergan tilimizda сөйләшмәсәк, ya'ni Alloh taolo bizning tatar millatine tatar tilini berdi. Boshqa millatlarda boshqa tillar, ya'ni o'zimizning tilimizni uyda o'rgatmasak, bolalar uni chetdan o'rganmaydi. Uyda agar degan biz o'zimizning tilimizni saqlamasak, bolalar uni chetdan o'rganmaydi. Shunga ko'ra shulay atiyanining bo'lishi bolalarin o'zimizning millatimizning tilini bilib o'rgatirga ham saqlarga tegishli. Ham endi albatta zo'r javoblilik hozirgi vaqtda atiyani ustida zo'r burish, bolalarni e'tibor etu, qarov, narsa bilan ular shug'ullanalar, kompyuterda narsa bilan shug'ullanalar, telefonda narsa bilan shug'ullanalar, atiyani onlar e'tibor etishga tegishli. Yarab o'zi bilsin ali, o'zi bilar ali, vaqti yetgach anglar ali deb tugul, biz kichkinadan ularni qarorga tegishlibiz. Chunki bolaga yo'q deb,
bu aybet yaramay deb şikler koyarga kerak. Agar da vaqtida biz tıyıp kalsak, biz alarni zo'r afatlardan saqlayacakmiz. Agar da o'zlari bilirlar deb qoldirsak, ol zo'r noshar natijaga keltirga mumkin. Shunga ko'ra bu atiyani bo'lishi. Shunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum" deb aytgan. Xotin qiz erining yurti uchun javoblidir. Balalar için cevaplıdır. Ham olar turda sorulacak deb aytdi. Ya'ni xotin qizning dag'in zo'r javobliligi, sabr bo'lib, agar dag'in ul kuyovga chiqqan ekan, musulmon kishida kuyovda ekan, shu ne'matning qadrini bilirga kerak. Sabrlik ko'rsatib, bolalarni komil ravishda tarbiyalav, uyni tartibda tutuv, oilani saqlov, ul xotin qiz bo'lishi ham uldag'in javoblik, ham qiyomat kunida sorulacakmiz. Qiyomat kunida sorulacakmiz. Hozirgi vaqtda erlar xotinlardan zo'rlanar, xotinlar erlaridan zo'rlanar. Shu vaqtda aytasim kelar, hurmatli erlar, bizning xotinlarimiz, ular birinchi shiratda bizning musulmon qardoshlarimiz. Ya'ni ular muslimalar, ular bizning qardoshlarimiz. Alloh taolo aytadi: "Innamal mu'minuna ikhwati." Müminler ular qardoshlardir. Shu qardoshlik sifatini unutmasqa kerak. Qiyomat kunida javob berasi bo'lar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdi bir kishining qulun qamchi bilan qiynag'anini ko'rdi. Ya'ni u vaqtda qulluq bor edi, qullar bor edi. Qamchi bilan qiynag'anini ko'rdi. Shundan Payg'ambarimiz aytdi: "Agar dagin u g'ayibli bo'lsa, ham sen shu g'ayibi sababli uni suqsan, qiyomat kunida sizni orangizda javoblilik yo'q" deb aytadi. Ammo lakin onun g'ayibi az bo'lib, sen orttirib bu dunyoda uni qiynasan, qiyomat kunida u sendan olacaq deb aytadi. Qul bu dunyoda xo'jasidan ola olmay, ammo lakin qiyomat kunida Alloh taolo oldiracak. Shunga ko'ra, agardagi biz o'zimizning xotinlarimizni ranjitamiz ekan, Alloh taolo bizdan so'rayacak, agardagi ular Alloh qarshısida zorlansalar. Shulay yo'q, xotin qizlardag'in o'zlarining erlarini hurmatlarga tegishli, oilaning ne'matini bilirga tegishli. Tarqaluvni, taloq masalasidan taloqni bo'ldirmasqa, oilaning ushag'in saqlarga har bir xotin qizdag'in tegishli. Ulardag'in, ularning erlari namoz o'qishi, din tutushi, ya'ni isrib yurmovchi, tilasa qo'ya tilasan ishlab yurmovchi erlar shuning qadrini bilirga kerak. Erni hurmatlarga kerak. Shuning bilan oilalar saqlanacak, oilalar to'g'ri bo'lacak. Shunga ko'ra eng birinchi vaqtda har birimiz shu masalaga e'tibor etilgan. Qiyomat kunida Alloh taolo mendan so'rasa, "Nek sen oilani saqlamadin? Nek sen oilani tarqatdin?" deb so'rasa, nechik javob beraman deb eng birinchi shu savolga javob berga kerak. Shunga ko'ra qiyomat kunida har birimizga dagin shu so'rov bo'lacak, ham onlar javobni asarlarga kerak. Shulay Payg'ambarimiz aytgan: "Val abdu ra'in ala mali sayyidihi va huwa mas'ulun anhu." Xizmatchi kishi, lekin vaqtda qul kishi o'zining xo'jasining moli uchun javobli deb aytadi. Ya'ni xizmatchi kishi biror uyushmada ishlasa, biror kishiga xizmat qilsa, onlar mashina bersalar, instrument bersalar, shuni bilan qo'llanirga deb onlar amaliyat etib bersalar, u javob berga tegish, ularni saqlarga tegish. Chunki u onlar amaliyat etib berildi. U mol onlar amaliyat etib berildi. Shuning uchun hukumat moli bo'lganda, biror uyushmaning moli bo'lganda, uyushmaning mashinasi bo'lganda, uni tilasanish tuturga yaramay. Senga u amaliyat etib berildi. Shuning uchun sen uni saqlarga tegishlisan. Onun uchun dagin biz javoblimiz. Shundan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tamomlaydi: "Ala fa kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyati." Tog'i bir qat aytdim, har birigiz deb aytadi to'shidi, ham har birigiz o'zining kutuvi turida so'ralashaqdi. Ya'ni kimga ol bu dunyoda javobli bo'ldi, onun turundan Alloh taolo bizdan so'rayacak. Shunga ko'ra, hurmatli din qardoshlarim, oila masalasida Alloh taolo Qur'onda ayrim aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara." Iymon keltiruvchi bandalar,
o'zingizni ham o'zingizning ahllaringizni jahannam o'tidan saqlag'iz deb aytadi. O'zingizni ham oilangizni deb aytadi. Sahobalar tafsir qilganda bu oyatni tarbiyalagiz dedilar. Oilangizni tarbiyalagiz dedilar. Ya'ni tarbiyalaw bizning ustida ekan. Er kishi oila quruvni o'z ustidan javoblik olgan ekan, u onun ustida yotadi. Shulay uq yetakchi etib seni bir joyga qo'yganlar ekan, sening ustida yotadi. Shunga ko'ra din bo'yicha yetakchilikka umtiluv kerakli sanalmaydi. Seni bir joyga yetakchi qo'ygan sayin sening ustida javobliging ko'proq ortadi. Shuni unutmasqa kerak. Har bir kishi seni qo'yadi yetakchi deb qo'yalar ekan, kimlar ustundadir sen yetakchi bo'lasan ekan, sening javobliging ortiq bo'lacak. Ham shular turundan so'ralashaqsan. Chunki bir qo'rqinish hadislar bor. Agar degan ul kishilar sendan rozi bo'lmasalar, sen ularning ranjitsan, haqlarına qilsan, qiyomat kunida ular so'rayacaklar. Shunga ko'ra barchalarimizga Alloh subhanahu va taolo shu ayyorlarni esda tutib, har doim bizga biz bir ish ishlasak, oilamizda bo'lsin, bolalarimiz bilan bo'lsin, uyushmada bo'lsin, men uni ishlasam, qiyomat kunidan chek javob beraman. Ham kishi shunga ko'ra shuni o'ylag'ach, u sifatli etib, yaxshi ettirib ishlarga tegishli. Ya'ni bu dunyoda har kishi bir ishni ishlaganda yaxshi etib ishlarga tegishli. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam bir vaqtni jinoza namozida bo'ladi. Ham shunda qabr qaziylar. Qabr qaziganda lahadni noshaq olalar. Shundan Peygamberimiz aytadi, bu lahadni bo'lay deb yaxshiroq oling'iz deb aytadi. Yaxshi etib oling'iz deb. Shundan sahobalar aytdilar, "Ya Rasululloh, u shulay tegishlimalla, kerakmalla?" deb aytgach, Peygamberimiz aytadi, "Yo'q" deb aytadi. Yo'q deb, bu deydigan sunnat mendidir, onday zo'r javoblilik aybir tugul deydi. Ammo lakin Alloh taolo deydi, kishi bir ishni ishlasa, yaxshi etib ishlaganini yaratadi. Ya'ni ular qarag'iz, endi u yer ostida qoladigan aybir. Bir kishini ko'rmayacak, u g'ayibni bir kishi ko'rmayacak, u ko'milacak. Lekin Peygamberimiz aytadi, agar degan kishi bir ishni ishlasa, yaxshi etib ishlaganini yaratadi. Shunga ko'ra har bir musulmon shuni esda tutarga tegish. Agar degan senlar bir ishni ishlarga vazifa deb topshirganlar ekan, ishla deb aytganlar ekan yoki sen uni ishlarga olgansan ekan, yaxshi etib ishla. Sifatli etib ishla. Chunki dinimiz shuni tili, ham Alloh taolo shunday amalni yaratadi. Barchalarimizni Alloh subhanahu va taolo turli yomon avrulardan, turli bala-qazlardan saqlasa edi. Ham kelasi yillarda esenlikda, iminlikda qarshi olib, kelasi qurbon hayitlarida degan esen imin holda qarshi olirga nasib etsa edi. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ani va iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafur.